Assalomu alaykum aziz mushtariylar. Hop, mana shunaqa tayyor gruntlarimiz bor. Sotuvda kimga kerak bo'lsa, mana tarkibi turf. Ikki xil turf bor, perlit, vermikulita bor, ugullari bor ichida. Bunga bitta asma kod sovarilsa, shu zo'r grunt bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, yengil grunt. Ugullari ham bor. O'zini aktivniy o'sha guldagi imini mana bu tuproqda steril qilib chirituvchi bakteriyalar hosil bo'lishini oldini oladi. Ugulni vazifasi gruntimiz rosa ham yengil, mana o'z ko'rib turibsizlar. Toza turflardan. Toza turf. Suv o'tkazuvchanligi, havo o'tkazuvchanligi juda ham kuchli bo'ladi. Iminni shu turfni aglanimalarga, spatsfilmlarga, kelgan sindapsuslarga bemalol ishlatsalar ham bo'ladi. Boshqa jaydar gullaringga ham ishlatsalar ham bo'ladi. Hattoki ozgina biogumuz qo'shib o'ziga eksalaring вообще yana ham zo'r. Agar sizlarga nima desa bo'ladi, budjetning varianti kerak bo'lsa, biogumuz qo'shib ishlatsalar ham bo'laveradi. Hali jaydar gullarga, aglanimalarga faqat umuman shuni o'ziga ekasiz. Juda ham zo'r grunt, gullaringni o'sishini sezilarli darajada ta'minlab beradi. Chunki juda ko'p sotdik bundan. O'zimiz tayyorlab berdik. Effektini juda ham yaxshi sezishdi. Anchurumlar uchun sal boshqacharoq grunt tayyorlab beramiz. Ularga kokosviy chips ko'proq qo'shiladi. Qanaqa gulga kerak bo'lsa aytsalaring, bemalol tayyorlab beramiz. Kislik grunt oladigan gardeniya, araukaria archalari shularga ham tayyorlab beramiz. Ham bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Narxlari ham budjetni. Mana holati ko'rsatib o'tdim. Manzil Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar. Hamma joyga dostavka qilib beramiz. Ishonchli, bitta olib ekib ko'ring. Kelgan nimasini o'smayapti gulim, to'xtab qolgan o'sishdan degan odamlar ham bemalol ishlatishyapti. O'suvini zo'r ta'minlab beryapti. Nimasini ko'rib, rezultatini ko'rib yana qayta olaverasizlar bemalol. Chunki o'zim ishlatadigan grunt, o'zim ancha yildan beri shu gruntdan tayyorlab ekaman gullarni. Bemalol aytaverasizlar, hamma joyga dostavka qilib beramiz. 91 666 89 82 Telegramdan aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.